Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar, salomatmisizlar? Biz sizlarga har doimgidan ham qiziqarli va sifatli video kontent tayyorlash maqsadida bu safargi videomizga Aziz Ahmedov taklif qilganmiz. Bu odamni ko'pchilik biladi. Aziz aka, assalomu alaykum. Salomat. Bu odamni ko'pchilik biladi. Tanimaydigan bo'lsangiz, shu Instagram profilingizda Aziz aka Ahmedov, Azizjon Ahmedov qidiradigan bo'lsangiz, bularni sahifa bilan ko'rib chiqishingiz mumkin va yaqindan tanishishingiz mumkin. Okey. Bu safar sizni taklif qilganimizga siz xo'p deganingizga kattakon rahmat sizga, alohida rahmat, baraka toping. Ishonamanki videomiz har safargidan ham qiziqarliroq bo'ladi. Ayni payz 5 o'tadi. Uzun bo'ladi. Okey, bizani 5 ta joyga borishingiz kerak bo'ladi. Eng zo'r o'zingiz yoqtirib boradigan joylaringizdan qaysidirlariga qayerdan boshlaymiz, aka? Endi birinchi boradigan joyimiz albatta o'zimni yuragimni bir parchasi bo'lgan Burger Lounge va Antraktga boramiz. Qolganlarini videoni davomida ko'rasizlar, lekin bilasizlarmi, oxirigacha ko'rsanglar, noodatiy, meni ko'rish qiyin bo'lgan, meni tasavvur qilish qiyin bo'lgan joylarga ham olib boraman. Xullas, birinchi lokatsiyamiz tushungan bo'lsangiz kerak, Burger Lounge va Antrakt. Bugun Burger Lounge'da emas, Antraktda o'tiramiz. Sababini yuringlar, pastda tushuntirib beraman. Joy marhamat. Boshlang, aka. Ishlarimizni rivojini bersin, o'ylagan niyatlarimizga yetib yuraylik. Hammamiz ko'p zakot to'lovchi saxiy boylardan bo'lib yuraveraylik. Alloh, aka sizni ham opata qiladigan qilib qo'ydimi sizga ham? Saqib qo'ydik, sababchi bo'ldik. Xullas, nima sababdan Antrakt? Burger Lounge hamma biladi, steyklar, burgerlar, lekin Burger Lounge'da chakisi bo'ladi. Bu zalimizda detskiy plashatka bor va umuman chakish mumkin emas, oilaviy zal qilib qo'yganmiz. Va shu zalni men ko'proq yaxshi ko'raman. O'zim chakmaganligim uchun menyu bir xil, oldin har xil bo'lgan, lekin odamlargacha ozgina noqulaylik bo'lganda, bu narsa nimaga bu yerda yesam bo'ladi, u yerda yesam bo'lmaydi deganda, bu yerda ko'proq endi zavtra kafeyni sifat joy bo'lgan. O'shaning uchun menyuni bir xil qilib yubordik. Bizani emas, siz buyurtma qilgan narsalar keldi. Men endi aytdim, ochiq aytganda sizdan so'ramoqchi edim, qani bizdan buyurtma olishadimi? So'ramoqchi edim, bizni gap bilan bo'lganingizda tayyorlandim. Yashang, aka, yashang. Eng yaxshi ko'radigan zavtriklardan bittasi bu angliyskiy zavtrik. Nimaga? Birinchidan to'yimli, ikkinchidan hamma narsa bor. Kletchatka bor, belok bor, xullas bitta zavtrik qilib, mazza qilib to'yib ketadigan joy. Lekin mana sendvichni men sevaman. Birinchidan krosanlarni o'zimiz pishiramiz. Biz hech qayerdan sotib olmaymiz. Hamma narsa o'zimizda pishiriladi. Nonigacha, bulchkani, burgerni bulchkasigacha o'zimiz pishiramiz. Shunaqa kattami? Ha, kuxnyam juda katta. Endi kechirasiz, 800 kvadrat restoran. Voy, aka. Lekin mana steak. O'sha mashhur dong'i ketgan. Men sizga hozir video uchun kesib beray. Kesing. Bemalol. Yeb qo'ymasangiz bo'ldi. Aka, bizani bo'lishamiz. Просто birinchi yeb qo'ymasangiz bo'ldi otida. Keyin endi xalq uchun bu misol uchun xom deshadi-yu, xom emas. Men shunaqa projarka yeyman. Kimdir agar projarkani ko'proq qilishni xohlasa yoki boshqa projarka, maksimalniy darajada projarka xohlasa, hammasini qilib beramiz. Faqat etsanglar bo'ldi. Bu bir. Ikkinchidan, steyklarga biz skidka qilib yuborganmiz. Mana shu ko'rib turgan steyklar, ko'chada, o'rtacha restoranlarda 200 ming, 250 ming, bizda 130 ming so'm. Mana shu bittasi. Mana bitta steyk 350 gram. 2 kishi kelsa, ikkita buyurtma qilsa, kattasi bor. Qara, 650 gramligi bor. U 250 ming so'm. Ya'ni 2 kishiga bemalol yetadi. Undan ham arzonga tushadi. Mana sal yaqinroqdan ko'rsangiz, mana go'shtimizning holati, aziga ayni shunaqa steykka buyurtma qilganlar. Mana shunday holatda bo'lsin deb eshikni chiqarib berishgan. Bu xom hisoblanmaydi. Bu narsani men tushunib yetganman. To'g'ri suvlari bor, mazza qilib yeyishli. Yeganingizda ichidan suvlari sachrab chiqib turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Eng asosiysi go'shtdan go'sht mazasi kelish kerak-da. Aka, bo'pti. Lekin zo'r jaranglayapti, aka. Ha, ozgina qusur qilishadi-da. Mana. Ichini ko'rsang, mazza qilsa. Tuxumlari bilan, hamma narsa bilan, mana ko'rsa, mana. Sochini-da. Okey, sizni ishlashingizni ko'rib borib, men mazza qilib yubordim. Bismillahirrohmanirrohim. To'xta. Bizni balig'i faqat o'sha roll yoki steykda yeganmiz. Bunda juda ham boshqacha narsa bo'lar ekan. Xullas, bu angliyskiy zavtrik. Xo'sh. Jaranglashi boshqacha ekan. Angliyskiy. Buni ko'rsa, mana fasol. Fasol bilan piyoz aralashib qo'rilgan. Karommi? Vashchi chotki narsa. Bu o'zimizga qiladigan kolbaskalar, halol. Vot, juda mazali. Bu go'sht, tuxum, non. Endi Mana shu nonni o'zini yesa ham odam mazza qilib yuboradi, lekin bilasizmi? Xohlasa men misol bering.
man O'zini Ha, bismillah. qizil choying bilan zo'r ketadi. Nonni ham o'zimiz yopamiz. Yechi. Mana bunaqa kolbaskalarga qilasizlar-da, bismillah. Mashimada kolbaska. Bunga boshqacha mazasi. Xo'p, bizni Azizakam olib bergan, tavsiya qilgan mazali nonushtalarni yeb, steaklarni yeb chiqdik. Umumiy summamiz 388 ming so'm bo'ldi, lekin menga qiziq bo'layotgani bu yerda o'shani xizmat ko'rsatishga qo'shimcha qo'shilmagan. Nimaga? Qaranglar, mana bunaqa narsa bor. Agar sizga xizmat ko'rsatish yoqqan bo'lsa va ofitsiant so'raydi sizdan, agar yoqdi, qo'shur desanglar, xizmat ko'rsatish emas o'zi aslida, u servisni sbor, uni ketadigan joylari xizmat ko'rsatish uchun emas, qo'shiladi. Agar mehmon yo'q desa, gap bo'lishi mumkin emas, u narsa qo'shiladi. Ha, demak bizdan so'ramasdan turib qo'shtirmadingiz. Qo'shtirmadim. Sizga yoqmadi xizmat ko'rsatishligi. Chunki o'zim xizmat qilaman. Endi bu to'g'ri, bu gapingizdan javob. Bu yoqqa beradigan bahomiz bo'lsa, men 8,5 ball berishga qaror qildim. Nimaga 8,5? O'da emas. Okey, ochig'ini aytganda hamma narsa zo'r. Kutib olish zo'r, boshqa hamma narsasi zo'r. Ikkita narsa eng asosiysi bo'ldi. Birinchisi narxi sal qimmatga o'xshadi meni nazarimda, shu narsa. Ikkinchisi juda ham tinch ekan. Tinchligini muzikani o'zingizlar o'chirtirdinglar-ku. Muzika bor edi. Mayli, gap bo'lishi mumkin emas, lekin narxi qimmatroq deydiganlar balkim ozgina kamroq oylayotgandir o'zimizda, ko'proq ishlash kerakdir. Balkim, lekin bu yerda manziliga keladigan bo'lsak, men bilishim bo'yicha shunda Salom choyxonam yonginasi joylashgan. Yana qattisi yaxshiroq bilishadi. To'ppa-to'g'ri. Salom choyxona chorrahasida Korzinkani binosi bor, hamma biladi, o'shani tagida joylashganmiz. Biqinida. Ertalab soat 10 dan kechqurun 12 gacha ishlaymiz. Hammalarni kutib qolamiz. Ha, nonushtaning vaqti qanaqa? Nonushta ertalabda kechgacha, vaqti yo'q. Bo'l, muammosiz. Bemalol vaqtiga qarab kelsak bo'lar ekan. Oilaviy kelsak bo'ladi. Детский площадкаlarimiz ham bor, nyanyasi ham bor va mutlaqo tekin. Endi bizdan qayerga borasiz? Endi men sizlarni bilasizlarmi? Gamburger yaxshi ko'raman, bilasizlar, lekin nonini kartoshkadan qiladigan joyga olib boraman. Nimani? Ichiga nonini kartoshkadan qiladi, kartoshka qo'shib qiladi. Hozir birinchi marta eshitishim unaqa narsa. Hozir nafaqat eshitasan, balkim yeysan. Uzoqda emas, Qorasuv 2 da joylashgan. Mana shu atrofda ekan, mana shu atrofda turadiganlarga mazza bo'lib turganda. Ikkinchi lokatsiyamiz Walkable. Bu yerda o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmagan odamlar uchun zo'r taomlar bor, yurib ko'rsataman. Bo'lib yeyish, yurib boqing. Ochiqni aytganda boya gamburger dedingiz, juda boshqacha jaranglarda, lekin okey. Farqi yo'q, qanday joy o'tiramiz. Xo'raysiz. Bu yerda o'z-o'ziga xizmatmi yo birinchi buyurtma bera olamiz? Ha, bu mana shu menyu, shu vaqt bo'ling, hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling, to'kilmang. Menyuda qara. Eng zo'r narsa kaloriya yozilgan. Qarash. Kaloriya. Ha, necha kaloriya ovqat. Ha, nima ekansiz? Men puliga qarab o'tirdim. Mana. Bu bolga solinadigan narsalar, ingrediyentlar, mahsulotlar, guruch bo'ladi, basmati bo'ladi, короче, xohlagan mana asosi shu narsa va unga yoniga shu mahsulotlarni qo'shimcha hissa bo'ladi. Qo'shasan, sen o'zingga bol yig'asan. Nimalik xohlasang. Xullas, meni bitta savol qiziqtiryapti. Men bloger, chala food bloger. Mana momentdagi hozir shuncha narsadan 85% ni yemasmish-da. Yo'q. Endi savol, qanaqa qilib food bloger bo'lish mumkin? Shuncha narsani yemasdan. Yo'q, aka, yeyman. Endi yaxshi ko'rib, yoqtirib yeyman-da. Bu yerda tanlov bo'lganligi uchun men bu narsa kerak emas, iloji bo'lsa degan ma'noda. Odamzod shunaqa, qancha tanlov ko'p bo'lsa, shuncha tanlashga qiynaladi. O'shaning uchun borini qilib bering, yeydi. Ha, o'sha hozir aytganman. Xo'p, bu joyga meni mehrim umuman bo'lakcha. Nimaga? Chunki ishlagansiz bu yerda ham. Men ishlamaganman. Meni konditerskiy bo'lgan, bilasan, bu joydagi. Nechinchi yil bu? Sobiq turmush o'rtog'im bilan birga ochilgan konditerskiy. Bu 2016-mi, 17-yillar. Aynan shu joyda bo'lgan. Xolodilnikim bor-ku. O'sha xolodilnikni qo'yganmiz. Bu yerga slishkim ko'p mehr berganmiz-da. Yonidagi hozir bo'lib qo'yishgan, umumiy bo'lgan, katta joy bo'lgan. Judayam katta mehr berilgan va birinchi o'zimni nima deydi? Biznes. Imенно общепит joyim mana shu bo'lgan birinchisi. Men undan xabarim yo'q ekan. Judayam mana mehr bo'lakchi bo'lgan. Narsamiz keldi. Xo'p, bu uchinchisi. Bu narsa qaysi bir men buyurtma qilganim? Azizakimki bu meniki. Azizaka o'zi ichiga qaraysan, ichida xishtimi bo'lmasa, guruchdan boshqa so'rab oling. Sizdan kulirim. Xullas, mana tushuntirib o'taman. Mana bowl, hamma narsa ingredientlari solingan. Endi buni o'zini maxsus sousi bo'ladi. Xo'sh. Sousni quyasizlar-da. Kim qanaqa yegisi kelsa, xohlasanglar mana ustidan quyib yeysizlar. Lekin menga mana bunaqa yegan yoqadi. Mana qaranglar. Ko'rsatyapman.
Ha, aralashtirib olsa osonroq bo'ladi demoqchisiz. Hozir men ham shunaqa qilib yeyishim kerak edi, to'g'ri shunday. Xolasang ustiga quyib ye, farqi yo'q. Yeb ko'rmasdan sovurib olma, mayli, oxir baxayr bo'lsin. Endi mana bunaqa приборlar даже mana ko'ryapsizlarmi? Eko. Это безумно вкусно deydi, juda mazali. Qani bismillah. Men bu narsani mazasini oldin his qilganman. O'sha sushiga borganimizda, salatli buyurtma qilganimizda shunaqa maza kelib turardi. Bunga yong'oqli sous qo'shadi-da ular. Qachondir men barg'iz boshlayman-ku. Mashaqqa kelib narsa yeyman, aka. Bu yoqqa kelishing shart emas. Tochkalar ko'p. Yaqinda T1da ham ochilyapti, xudo xolisa. Hatto mana shuncha informatsiya. Xullas, endi navbat burgerga. Nimaga men bularni burgerligini yaxshi ko'raman? Birinchidan bulchkalik hozir yeb ko'rasan, ikkinchidan kotleta smash burger, ya'ni smash, faqat farshni o'zligiga qilishadi, hech nima qo'shmasdan kotletani shunday ezib pishirishadi. Achchig'i menga, to'g'rimi? Ertalab seni eslayman. Yo'q, bu klassik. Ha, bu baram ichida xalapenyos bor ekan. Bismillah. Men xalapenyoni aytmadim, aka. Avokado, mango demoqchi ekan mana. Xo'p, mana ko'rinishi pasti bir xil bo'lar ekan, faqat o'sha ustiga qo'shimcha boshqaga o'zgarar ekan. Bulchko. Ochiqni ichganda bulishkasi rosa ham yumshoq ekan. Zo'ra bulchkasi. Qanaqadir yoqimli shirin mazasi bor. Xullas, bularda ham snacklar. Bu kartoshka free hammasi aerogrilda tayyorlanadi, ya'ni yog'siz. Mazasi-chi? Ajoyib. Mazasi yaxshi. Faqat biz buni sovutib qo'yganimiz uchun qarsillolik xususiyati yo'q. Bu qarsilloq bo'lmaydi o'zi. Ha, bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Bitta o'sha qarsilloqli joyini etmaganda, qolgan hammasi bir xil. Mana otay. Ey, bu yoqqa kelinglar. Mushug'imiz anga kis deysa. Endi chip sal xunur oyishalar ekanda. Ba'zi havoda ilishmadi bolalar. Mana endi tushundingmi, men nima sababdan bu yoqqa kelishni yaxshi ko'raman? Ha, juda ham zo'r anaqa vibe beradi. Bu keyingi lokatsiyamiz, ya'ni Trabzon restorani. Tasavvur qilinglar, endi mana shu atmosferada, mana bitta oynani orqasidan ko'rib ovqat yeyapsizlar. Quyosh botishini qarang, juda zo'r. Alohida o'tirish xonaligi ham bor? Alohida o'tirishga xona ham bor, alohida VIP kabinka bor, alohida детский площадка bor. Hozir hammasini bir boshdan ko'rsataman. Ha, bolalar maydonchasi bor. Shunaqangi rasmga tushishli joy qilib qo'yishgan o'rtadagi xo'lini alohida ko'rsatib ketamiz. Qani boshlayman, ketishga marry me qilasizlar, o'sha shunaqasi bo'ladi. Xo'p, mana o'sha pushta qilib cho'tka qilib qo'yishgan degan joyim ayni shu. Siz bu yoqqa o'tib oling, Siz bular videochi bu yerda turadi. O'zingiz mana tursangiz juda ham zo'r, yoqimli manzara. Qaraganingizda ham tashqaridan tushib turish joylari ham juda ham chiroyli qilishgan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bolalar maydonchasi bor. Alohida o'tirishga xonalar bu yonidami? Yo'q, mana bu yerda VIP kabinka bor. Mana ichkarida. Bu yerda endi banket yo'q, lekin banket qilaman deydigan bo'lsangiz ham juda ham zo'r joy. Shunda bolachalarga mana shu yerda o'ynaveradi. Kirishi o'zini odamni kayfiyatini ko'taradigan darajada muhit qilib qo'yishgan. Yoki bilmayman, menga mana shu joy rosa ham yoqqan, qanaqadir noodatiy. Xo'p, mana bu kirib kelishi, azizakam o'zlarining uylarida bemalol yuribdilar. Xullas, 200 ming so'mdan 10 marta kelasizlar-da, chekili 200 ming so'mdan bo'lishi kerak. 10-martasida mana shuning ichidan o'zingizlar sovg'a tanlab olasizlar. Mana shu sovg'alardan nima chiqsa ko'tarib ketasizlar. Xohlasanglar kir mashina nima chiqishiga qarab-da endi. Xo'p, biz joylashib oldik. Azizga baraka topsalar, narsalarni buyurtma qilib, o'sha tayyorlatib olib keltirib qo'yibdilar. Bunaqa odatda kamdan kam bo'lardi. Ham choy, ham ichki, napitki ham yetyaptilar. Aka, nega aynan bu salat, nega aynan bu pide? Shu savollarga javob bersangiz iltimos. Mana shu pidani juda yaxshi ko'raman-da, ayniqsa mana bunaqa qilib asallarni quyasizlar-da. Xo'sh. Chunki pishloq bilan, sir bilan asal juda ham zo'r uyg'unlik. Uyg'unlik degan so'zingiz sachitanya. Qaranglar. Sirlarni cho'zasizlar. Hozir buni o'ziga ovozni menga olib berasizmi? Ko'ryapsizlar. Mana buni nima qilish kerak? Buni faqat urib olib yeyib yuborish kerak. Yeyish kerak-da. Bismillahirrohmanirrohim. Bu hidini qarasangiz, aka buni. Diyeta xayr, mazali ovqat salom degan joydan. Bismillah. Asal bilan sir har doim zo'r chiqishgan. Menga yoqadi. Bu pidega keladigan bo'lsak, xamirlari lekin yo issiqligiga ham yoki o'zi har doim ham shu yumshoq ekan. Endi bu salat. Nimaga aynan bu salat? Chunki bu ham mazali, ham chiroyli. Bilasan, men chiroyli narsani yaxshi ko'raman, qulupni. O'zi malina bo'lish kerak edi, bugun qulupniga almashibdi adashmasam. Ha, lekin bu salatning eng fishka narsasi mana bu uzum.
Uzun? Mana shu uzum, ichidagi mana bu ashqal-dashqallari bilan. Nima o'zi bu? Ichida narsasimi? Hop. Akın yorulmasın ekanı. Nima narsa ichida? Zo'ra. Uzumini yeb bog'ini surishtirma degan joyi shu bo'ladi. Zapravkasi va shib bomba. Bismillah. Ochiqni aytganda uzumni mazasi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bilmayman ichida nima borligini. Men oq narsasi nima, aka? Qaymoqmi yo boyagi sirdan, ha? Lekin juda ham zo'r qilishdi. Ayniqsa ustiga sepilgan yong'oq juda ham noodatiy mazza berar ekan. Menga rasm yoqdi. Ayniqsa ustiga sepilgan yong'oq meni tilimni yoradi. Men allergiyam bor yong'oqqa, lekin yeyman. Ya. Ya, salat unaqa yemaydi. Har futbolgersan, hamma narsani birga yeyish kerak. Men qulupnayni mazasi, nordonmi, shirinmi, shuni bilib oldim. Bo'ladimi? Max. Uzum. Uzummi? Yo, to'xtang, men uzum alohida deyman, aka. Bu uzumni yuborish shunday ketmaydi. Mana shu uzumni yemoqchimiding? Mana shuni yemoqchimiding? Uzum yana bor ekan bitta mamta. Mana. Hozir oxirida boradigan joyimizda nokli salat yeysan, voy, bomba. Sizlar shunaqa salatlar haqida eshitgansizlar. Hozir nokli deganda ko'z oldingizga qanaqadir salat keldimi? Endi aytayapman-ku, nima sababdan men juda ham kaprizniyman. Chunki mazzalarni juda ham farqiga boraman-da. Mana sanga. Ananasmi? Qarang, hamma meva bo'lib ketdi-yu. Ananas qalpoqchasi ham bor ekan. Bu narsa nima? Tema qalpoqcha arenda. Anaqa olib kelib berishlar ham shohona. Qarang, bu faqat bizgami? Tutun chiqishini qarasangiz, bu faqat boshqa kelgan mijozlar ham shunaqa. Boshqa mijozlar ham xuddi shunaqa. Tutib olib kelishadi. Mana nima sababdan men Trabzonni yaxshi ko'raman. Ana ichidan jin chiqib keladimi hozir? Ana. Shundaymi? Lekin gap yo'q, ham qarang. Olib kelib berishiga qoyil, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu narsa esingizda tursin. Bittasi bizga emas. Bu yoqqa kelib ovqatlanadigan bo'lsangiz, sizga ham xuddi shunaqa olib kelib berishadi. Podachani o'zbekchasi nima bo'ladi? Taqdim et. Sizlarga ham shunaqa taqdim etiladi. Xullas shu. Bu siz aytgan shu steak go'sht. Menga qo'yasizmi, o'zingiz qo'yasizmi? Sanga, san to'y deng. San to'ygan. Mana qarab, bundoq olasan. Bismillah. Вкусно. Hozir men aytaman shunaqami? Haqiqatda yoki yo'qmi? Qarani saniga. Deysanu, qanaqa edi? O'zi masalan, to'g'ri, meni auditoriyam, bizlarni tomosha qiladigan tomoshabinlar ham siz haqingizni bilishadi, sizni tanishadi, sizni kuzatishligi mumkin. Lekin sizni tanimaydigan, bilmaydigan odamlar ham yo'q emas. O'shaning uchun bitta tanishib ketaman. Bu Aziz Ahmedov akam, futbolgerlarning ichida eng dong'i chiqqan oliyjanobi shular bo'ladilar. Shunaqa. Agar mabodo bilmaydigan bo'lsanglar, tanimaydigan bo'lsanglar, Instagram profillari shu Azizjon Ahmedov qidirsanglar chiqib keladilar. Shu birinchi borgan joyimizdagi steak go'sht tayyorlaydigan joyda ish faoliyatlarini olib boradilar. Albatta oshpaz emas. Men ham birinchi marta oshpaz yoki ofisiant bo'laganman, lekin unaqa emas. O'sha media sohasini shu akam yurg'izib beradilar. Restoran sohasida 16-17 yildan beraman. Shunga menimcha ovqatlarning mazasi, servis va boshqa narsani farqiga boraman. Shu sababdan ham kerakli joylarda tanqid qilaman. U o'zimdan o'zim kelib olib, aqllilik qilmayman. Bilganim uchun gapiraman. Shartdagi bo'lganimga, misol uchun, borini dangal etganimga balki meni kibrli deb bo'larsiz, lekin hayotda ishoninglar, men juda ham shirin bo'laman. Betga kelganingiz emas, betdan ketayotganingizda ham ko'tarinki kayfiyatga ketasiz, deb boring. Ha. Xullas biz ovqatlarni yeb ichdik. Ovqatlarning mazasi haqiqatda yaxshi. Salatga yaxshi gap so'z bo'lish mumkin emas. Ana uzumli salat dedilar. Bular narxi keladigan bo'lsa, juda ham ko'p narsa. Umumiy summani aytaman, umumiy summamiz 700-8 ming so'm pul bo'ldi. Bu yoqqa aka mana qarang. Siz olib kelgan joy, bu joyga men oldin ham kelganman. Oldin necha ball berganimni bilmayman, lekin ishonaman, kam past ball bermaganman. Men hozir bu yoqqa naq 9 ball berishga qaror qildim. Balanini o'zi даже antraktdan balanini oldi. Lekin narxi qimmat. Agar narxini olsa ham ish keladi bo'lgani balki mum bo'lardi. Endi bitta narsani esingizdan chiqarmanglar-da. Yaxshi mahsulot hech qachon arzon bo'la olmaydi. Bozordagi narxlarni ko'ryapsizlar oshib ketayotganini. Agar o'sha muzlatilgan 60 ming, 50 ming so'mlik go'shtlardan qilinganida narx boshqa bo'lardi. Tushunasizmi? Eng achinarlisi nima bilasizmi? Bunaqa mazza ham bo'lmasligi mumkin edi. Bo'lishi mumkin.
Bu yoqni manziliga keladigan bo'lsak, mana bu yoq taraf Nurafshon ko'cha, mana bu yoq taraf Malika bozordan Shumbolaga kelib turish, Shumbolami? Shumbolaga kelib turish, Labze deyiladi. Labze deyiladi. Nobodoga aniq lokatsiyasi Telegram kanalda bo'ladi. Korzinka bor, korzinkani to'g'risi. Ha, o'zi bilsa 5 dan tushib kelish, anaqa sebzor kelib turish. Endi keyingi lokatsiya sizlarni hayratda qoldiradi. Boramiz, yoqqa boramiz. Aytmaymi? Boy aytish shekilli. Katligini aytmadi. Xo'sh, 4-lokatsiyamiz hammanglar bilgan, Toshkentda bu joyni bilmagan inson yo'q. Rayhon milliy taomlari. Nimaga bu yerga olib kelganimni ichkarida aytib beraman. Ochini aytganda bilmaydigan odam bo'lishi mumkin, bu haqiqat. Lekin kirmagan odam bo'lishi mumkin. Men shu yoshimgacha hali bir marta ham kirib ko'rmagan ekanman. Ochini aytgan. Birinchisi bo'ladi. Nasib aka, siz bilan. Ochun, ketdi. Eslab qolamiz. Yuring, boshlang aka. O, zalliga. Ko'ryapsan, odam ko'p, tepaga chiqamiz. Ha, bitta, demak, birinchi qavatda joyligi ham bor ekan, ikkinchi qavatda ham joyligi bor ekan. Bu yerda bo'lsa ovqatga tayyorlanadigan joy, tepaga chiqadigan bo'ldik. Ay, azizga to'xtang, ketib qolyapsiz-ku. Yaxshi, ikkinchi qavatda ham joyligi bor ekan. Ochini aytganda juda ham zo'r. Pastda odam rosa ko'p ekan. Bitta nisbatan odamlar ko'rinayotgan kamroq, lekin kabinkada bor ekan. Sezilib, eshitib turibdi. Menimcha kabinkadagi 5 ta opa, pastdagi 45 ta Qozog'istondan kelgan mehmon o'rnini bosadi. Xo'p, agar Rayhon milliy taomlar sizlarning yaqiningizda bo'lsa, albatta oilaviymi, ulfatlar bilanmi, gapchilarmi, xullas kelib ko'rishlarni maslahat beraman. Chunki joylar juda ham chiroyli, o'tirishga joylar rosa ko'p. Xohlagan ovqatingiz deyarli bor. Undan tashqari o'sha o'zbek milliy taomlaridan tashqari turk milliy taomlaridan ham taxminan bizani millatda ommalashganlari qo'shilgan ekan. Xo'p, bizani beyti kabobimiz ham bunaqa sirlari ideal bo'lib cho'zilib xudo xolasa yetib keldi. Chiroyli. Yashang aka. Lekin sizda oliy janoblik fazilati men o'ylagandan ham ko'proq ekan. O'zingiz yeb olsangiz ham bo'lardi. Yo'q, lekin menga berdilar, qani. Nirmalatga o'rganmanmi? Vkusno? Yo'q. Yaxshi? Mazasi yaxshi. Sirlari zo'r, ichidagi shashi ham zo'r. Qanaqa qilib jin o'tirishingiz mumkin bunaqa mazali narsa yeganingizdan keyin. Beixtiyor degan ovoz chiqadi aka. Dedim. Mazza qilmas ekansiz, deysiz aka. Men shu salatni bilmayman nimagadir, rosa ham yaxshi ko'raman aka. Mana shu salatchi, shundan aniq. Yangi yilni eslatadi. Eslatadi, ha. Sizlarga shu o'rinda savol. Patshubi bor, mimoza bor. Nima farq qiladi? Kommentariyada yozib ketinglar. Mimozani juda ham tobida pishirishgan. Sochni, hamma narsasi me'yorda solingan. Balag'i ham kam bo'lib qolmagan. Tuxumlari, mayonezlari ham me'yor. Tuxum mayli ortiqchasi ko'plik qilmaydi-yu, lekin mayonezi ko'p surilmagan. Haddan tashqari tochkasini bilib, nuqtasini bilib surilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga rosa yoqdi. Yashang aka, xo'plama keldi. Bu sizga, to'g'rimi? Xo'plama ichida chuchvarlar bor ekan. Mayli, sizga menga farqi yo'q. Siz boshda berasiz, keyin men ichib mazasini ko'raman. Bucha, bu moshkich o'rtaga qo'ying, o'rtaga manparri vajusiga o'xshaydi. Ko'ryapsan-a? Bunga chuchvara solamiz. Ketidan bundoq qilib ko'rsatib odamlarga undan nima solayotganingizni bilasiz. Ko'rsatdi, mana sabzavotlarni solamiz-da. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Bu sabzavot achchiqroqmi? Sal. Ha, alohida berishganligiga yetdim-da. Ha. Hamma narsani bitta qilib olasan-da. Ozgina suv bilan. Issiq hiqtot bo'ling. Bismillah. Yomanu. Hali og'ziga kirmasdan o'sha anaqa qilish yuz o'zgarish boshladi, deydilar. Yo'q, achchiq tomog'im ketib qoldi aka. O'shanisi. Og'ziga kirishida oldin qilishni boshladi. Nafas tortindi, bundoq so'rasiz-ku ovqatda. O'sha paytda achchiq ketib qoldi. Mazasi lekin ajoyib, a? Achchiqlikni demagani juda ham boshqacha ekan. Ana ozgina shamollaganingizda ichadigan sho'rvada. Bo'ldi, buni keyin ichasan. Shu o'rinda mana bitta savolim bor-da. Hamma Dilmurod bilan talashadi, chunki bu moshkirch deydi. Bizda moshkichiri deymiz, a? Moshkirch deydi. Yana kommentariyada yozinglar, qaysi biri moshkirch to'g'rimi? Moshkichiri to'g'rimi? Yo'q, aka. Moshkirch. Moshkichiri. Moshkichiri. Sizga mayli moshkichiridir, lekin hammaga moshkichiri. Menga moshkirch. Kommentariyani ko'rasan. Moshkirch deydiganlar kam juda. Moshkirch. Chunki noto'g'ri deyiladi. Aka, mana bu moshkichiri emas, bu go'sht kichiriga o'xshayapti. Go'shtli tapil. Yo'q, mosh qalinmi ekan? Bismillah. Ha. Mosh qalam ekan, aka, mosh qalam. Ma'mula bilan yeng mana. Xo'p, ovqatlari menga rosa ham yoqdi ochilib ekan. Yoqdimi? Ha. Umumiy summamiz 281.900 so'm. Bo'pti.
Menimcha bu hozirgi borgan lokatsiyalarimiz bo'yicha Ichida eng arzoni, chunki rost ko'p ovqat yedik. Suyoqat, mosh kishiri, turkcha ovqat, Beyti, salat, salat bo'ldi. napitklar, choy bor edi. Bitta oila qaysi ma'noda to'yardi. O'shaning uchun bemalol Rayhon milliy taomlariga kelaveringlar, chunki ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Hid yo'q, sezdingmi? Oldin hid bo'lmadi. Hid bo'lardi. Men bu yoqqa ochiq hid bo'lardi. birinchi marta kelishim. Mebel o'zgargan, mazza qilib o'tirib ketadigan joyi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, ovqatlar haqiqatan yaxshi, narxi ham arzon. Bu yoqqa bemalol qo'rqmasdan 9 dan bera olaman. Yaxshi. Endi keyingi lokatsiya men juda ham yaxshi ko'radigan bitta set bor. Ularning ko'p restoranlari bor. O'sha yerga boramiz. To'q qoling hozir desert degani boramiz-da. O'sha mo'ljalladinglar o'zi. Shu so'lga, suyuqni mana so'lga oxirida boringlar, shirinlik yeymiz dedinglar. Buni men emas, azzi ketdilar. Yo'q. Hech mani keling to'nkamaga. Azzi ketdilar, oxirida yeylar dedilar. Mana ovatga mana bundan chiqdim. Ota degan bilanlarda lekin. Aholi bizlar bilan yurtiladi anchadan biroq-ku. Bu xudoga shukr oxirgi lokatsiya. Xudoga shukr deysiz. Nimaga xudoga shukr, chunki juda charchadim. Lekin hozir sizlarni bilasizlarmi, podachasi haqiqatdan hayratda qoldiradigan zo'r joyga olib keldim. Ketdik bu yerda. Qara живой ashulalar aytib qo'ydim sal uchun. Siz aytdingiz, shuni aytishadi, biz uchun emas. Joyi ko'rinish juda ham chiroyli, juda ham odamning kayfiyatini ko'tarib, yoqimli manzara qilib qo'yishgan, oshuni aytdim. Shag'am nimaga yoqgan shag'am? Вот atmosfera shunaqa, kech payt ko'rasam, живой muzika, har bitta stolda bor shag'am, bu sal uchun qo'yilmagan. Ularga ahamiyat beraman aka. Так что bu atmosfera shunaqada, kech payt yoringlar bilan, kelinimiz bilan, ayolinglar bilan, onanglar bilan, umuman xohlagan eng yaqin insoninglar bilan kelib mazza qilib o'tirib ketadigan joy. Bu narsa nima aka? Bu faqat anaqa ichadigan narsani o'zimi? Bu ikki xilmi? Ko'k choychi, rosa ham shirin ekan. Yaxshi joy zo'r ekan. Voy. Aralashtirib olganda. Men bu salatni sevganman. Bu nok, sous, ruklani va dorblyo sir bor, qimmat. Qattiq emas. Mog'orlagan sir bor, qimmat. O'shani anaqasida sachtaniyasi. Lekin tan olinglar, ko'rinishi chiroyli, to'g'rimi? Bismillah. Bismillah. Boya aytganingiz anaqa shumi, nokli? Bismillah. Unaqa yemaydi salatda. Aka, men birinchi bittasini yeb. Pishloq. Mazasini tushunmayman. Pishloq mazasi keldi. Mana shunaqa yesa to'g'rimi? Salat haqiqatan juda noodatiy. Mazasi ham o'ziga yarasha. Yashin. Bu narsa kartoshka paydamasimi? Kalinkida suzilmaydimi? Kalinkaga suzilmaydimi? Men aytdim senga, bu yerda tortiq umuman hayratda qoldiradi deb. Qoyillik aka. Meni qoyil qoldirishni qoyillatyapsiz. Bu Azjon Ahmedov. Bu qaymoqida. O'zim o'ynayman aka. Bemalol qo'rqmasdan yoniga chasab ketsam hech narsa qilmaydi. Ko'rdingiz, bilim bundoq qilyapti. Men teng bilan qo'lamoqchi edim. Bismillah. Siz yeyapsiz uje. O'zicha mana xachapurilarni bilasan, qanaqa yeydi? Ha, bilasan-a? Oxirida emas, qo'shib ish kerak ekan-a. Rangini ko'rasizlar, bug' chiqishini ko'rasizlar. Ovqat juda ham shirali bo'lib pishganidan rangidan ma'lum, chunki yiltirash o'sha his qilgan odamlar bilyapti buni. Keyin bug'i bo'lsa issiqligidan dalolat beradi. Men buni hozir qanaqa yeb ko'raman bilmayman. Bismillah. Xudo. Go'shtini poplashib qo'ygan. Bobur aka yana bitta respekt. Qo'yma. Sal so'z aka. Buni qarab turib men yomayman. Sal so'z aka. Ye. Film kuysin degan joyi shu bo'ladi. Ular mana shunaqa olasizlar-da, ani asabiylarni buzib, nerviligiga tegayotgan odamni tasavvur qilasizlar-da, keyin qolib tushyapti. O'zi bu odamning shaklida tushirilganmi?
O yomon katta e'tibor. Oka, mana shu desertni narxi nechta taxminan? Taxminan emas, to'g'ri. Oqabi. Juda ham noyob ekan. Agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, mana qarang, odam shakli tushirilgan. Bu qo'l mehnatimi? Apparat zavodda qilishmasa kerak. Bunaqani? Qolib bor. Qolib. Qolib nega xayolim kelmadi ekan? 87 ming so'm. 87 ming ekanmi? Men bir gidib 200 ming deb bo'lsa kerak deb o'yladim, aka. Ha. Va'da qilganimda lol qoldira oldimmi? Bu shokolad haqiqatda belgisiz shokolad, qimmat shokoladdan tayyorlangan ekan. Shokolad emas bu. Nima narsa bo'lsa ham keyin qanaqadir nima narsa qo'shilgan bu? Nega unaqa chaynalyapti? Chunki bu kremchi suyultirilgan sir. Hozir men yemasini aytib beraman, qarang. Mana bu narsa muzqaymoq. Voy, qayerdan bilding? Qarang, muzqaymoq qulupnayga o'xshyapti. Yo'q, men muzqaymoq tagidagi pechenye, maydalangan pechenye. Bu qo'shib qulupnay bilan olib yeyish kerak. To'g'rimi? Tasanno, senga Michelin yulduzini bilish kerak, berish kerak. Bu yil emas, keyingi yil, aka. Bu yil boshqa planlar bor. Juda yaxshi ko'raman shu joyi. Ishxonamga yaqin, ishxonam 12 da yopiladi-yu. Qornim ochib vaqt kelaman, chunki buni 3 gacha ishlashadi. Voy, bu 3 ishlashadi. Ha. Ertalab 9 dan, yo'q, 12 dan. Ertalab nechidan? 8 dan. Voy, uxlashadi. Sanchi zavtrliklar zo'r bo'ldi. Ancha muncha odamni didiga to'g'ri keladigan narsalar bor ekan. Bor. Qisqa qilib aytganda shu. Bu endi yarimidan o'timiz, hali yana shuncha bor ekan. Such ochildi. Xo'loy yondi. Bu kitobni ichida anaqa bo'ladi. Ana qog'oz bor ekanda, qog'ozda yonib ketibdi. Tegida shirinlik chiqadi. Ichida Snickers tortiligi bor. Vkusniy. Lekin haqiqatdan odamgacha estetik zavq, emotsionalniy muhitni shakllantirishi juda ham boplab qo'yishgan ekan. Balkim shuning uchun odamlar bu joyga keladi. Spetsialniy izlashib qolibdi. Yomoni bor. Qarang, agar siz bu joyga keladigan bo'lsangiz, aka, aynan bu joymi yoki hammasigami? Yo'q, bu joy. Agar aynan mana shu joyga Soulga keladigan bo'lsangiz, Dilmurod videosini ko'rib keldim deb Dilmurod promo kodini aytadigan bo'lsangiz, siz butun yegan, ichgan narsangizga 15% chegirma qilib berishar ekan. Shuning uchun shu videoni ko'rib kelganimizda dish esingizdan chiqolmasin. 13-fevral. 13-fevralgacha. 13-fevral kun oxirgi kun, 15-gacha qilaylik, hadam aytsam. Dishda 13 gacha, shunisiga ham rahmat. Chunki 14-da pul ishlab olishdi. Chunki bu narsam 2026-yil 13-fevralga qadar. Aka, xullas menga rosa ham yoqdi. Umumiy sum ham 422 ming so'm pul bo'libdi. Bularda hech qachon obslujirovание bo'lmagan va ular hech qachon qo'yishmaydi. Esingizdan chiqarmanglar. Sizlarga videomiz yoqdi degan umiddaman. Chunki biz sizlar uchun 6 soat juda ham harakat qildik. To'shqoringa. Oshqozonimiz ham, o'zimiz ham juda ko'p harakat qildik. Endi keyingi mehmoni kim bo'lishini men bilmadim-u. Lekin obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ancha ahamiyatli. Juda ham qiziq kontentlar, juda ham qiziq nima deydi, videolar hammasi sizlar uchun. Xo'p, bu joyga keladigan bo'lsa, shaxsan men bu joyga 9 ball bermoqchiman. Qaysi ma'noda menga sal qimmatga o'xshab tuyuldi. Shuning uchun 9 berdim. Agar shu gap bo'lishini bilsa 210 ming bo'lganda, men 15 ball qo'ygan bo'lardim. Bu deganim narxi arzon yoki qimmatligiga qarab. Ukajonim, Rayhon milliy taomlari seni kutmoqda. Yo'q. Xullas, hammalarga rahmat, omadinglarni bersin. Videomiz cho'zilib ketyapti. Shoshmay turing. Xullas, men bu yoqqa 9 olib berishga qaror qildim. Asl bahona siz o'zingiz berasiz, men emas, azizga emas. Bitta kelib ko'ring. Keyin aytasiz, sen to'g'ri berdi yoki 10 mal bersa bo'lardi yoki undan sal kamroq bersa bo'lardi. Bu sizning o'zingizning shaxsiy fikringiz bo'ladi. Kommentariy yozyapsizlar, ko'ryapsizlar videoni. Bitta podpiska, bitta like ayamang. Arzimagan narsa. Tegiga silka qo'yib qo'yamiz davoda, o'sha narsani ayamasanglar. Yo'q, ustiga a'lo bo'ladi. Nimaga taqovatda desam, payme, klik hammasini qabul qilar ekan bu. Menga kerak emas pul. Xullas, shunaqa. Endi bu aka qaysi ma'noda dalda bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz o'zini xos yetdi. O'ylaymanki, videomiz sizlarga yoqdi. Izohlarda yozib qoldingiz, esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, hammanglar Allohga omonatsizlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Dilmurod bilmadimi, lekin men yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'rmasam ham hurmat qilaman aka. Bo'ldi.